Dumda qitishi bor edi, ovqat yemasligi bor edi. Mijozimiz Suray opa vitamin mahsulotlaridan farzandlariga olib bergan ekanlar. Keling, natijalarini o'zlariga telefon qilib so'raymiz. Assalomu alaykum. Suray opa, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Men vitamin kompaniyasidan telefon qilyotgandim. Aha, Nevropatolog shifokorman, Hamdama Benazira. tanishgansanmi? Mana xursandman. Bizning kompaniyamizda vitamin mahsulotlarini xarid qilgan ekansiz. Ha, Shu haqida qisqacha so'ramoqchi edim. Vitamin mahsulotini olgandan oldin bolangizda qanaqa shikoyatlar bor edi? Dumda qitishi bor edi, ovqat yemasligi bor edi. Qishlar yo'qoldi-ya, yaxshi-ya. Qitishlar to'xtadi, tugadi. Farzandingiz uyqusi rejimi, hamma narsasi yaxshimi? Uyqusiz oldin ham yaxshi edi. Shu osmonli bizada dumda qitishi bor edi. Ichki ishlari yaxshimi? Ichki tishi yaxshi. Hech qanaqa analizda topshirib ko'rmaganmidingiz? Yo'q, analiz topshirib ko'rmadim. Bir analiz topshirib ko'rishingiz kerak. Farzandingizga gemoglobinni, ferritinni tekshirish kerak, chunki ishtahasi yo'qda oz. Ishtahasi past bo'lgan bolalarda asosan gemoglobin ham past bo'ladi. Gemoglobini past bo'lishi kerak lekin. Shuni bir tekshirtirib ko'rasiz. Xudo xohlasa tekshirtirib ko'raman. Vitamin mahsulotlarimizni berishda davom eting, chunki ishtahasini ham yaqin orada ochadi. Inshaalloh, rahmat. Sog' bo'ling.